Assalomu alaykum do'stlar. Bu qatimqi videoda sizlarga muhabbet qushi shatut, inglizcha budgie, norveççe ündulat deydi. Mushuni uyda qandaq bakamiz, qo'lga qandaq o'gitimiz, shuna qo'lni uzatsa qandaq chiqadi qo'lga degandek. Shuna narsalarni ko'rsatib so'zlayman tafsili. Eğer o'zinglar shundoq qushlarga, hayvonlarga qiziqadiganlar bo'lsanglar yoki bolalaringlarga shundoq ilib qo'lga o'rgatadigan qilmoqchi bo'lsanglar, shu videoni izlasanglar bo'ldi. Shu video orqali qanday qilganda qo'lga ko'nalaydi degandek muhim nuqtalarni ko'rib shatut olganda asonlar qo'linglarga o'rganib qoldi. Hamsa videoni boshlaydi. Ko'rganinglardek bizning qush azroq seriq va ba'zi yerlari yeşil. Shunga buning ismini qo'g'un deb qo'ydik. Qo'g'un deb chaqiryapman ba'zan. Bu qush bizga Norvegiyaning Fin deydigan bir torbet adresi va shu yerdan uchishib qolganda bekorlik 7 ay bo'lganda 7 ay bo'lib ekan-tuk. Shuni bekorlik birimiz deb ekan-tuk berib bütün qapisi bilan, yemeklari bilan hammasini qo'shib berganda berib ekib olgan-tuk. Hozir mana ko'rganinglardek shu YouTube'da bir narsani ko'rgandim. Shunaqa cho'ng qushlar, ya'ni 7 ay, 8 ay yoki cho'ng 1-2 yoshli qushlar qo'lga ko'nmasa, shunaqa pardaning orqa o'tib qo'lga ko'ndarsanglar tez ko'nadi deb bir video ko'rgandim YouTube'da. Shuni sindirdim, 2 qatim sindirdim. Lekin tuzuk foydasi olmadi, chunki qafasning ichida yine qo'lga kelmadi. Ammo pardaning ichida kelgan bilan qafasning ichida kelmaydi ekan. Shunga mana ko'rganinglardek oson pardaning ichida bu üstü to'saq bo'lgandan keyin boshqa uchib ketamaydi-chi. Shunga keldi. Ammo bu usul unum bermadi. Keyin YouTube'ga videolarga qarab yine başka bir usulni kullandım. O bo'lsa-mu shundoq har kuni 5 minut, 10 minut, 2-3 qatim 5 minut, 10 minut qo'limni qafasning ichiga silib, ba'zan yem bor, ba'zan yem yo'q. Shundoq silib tutdim. Bir kun, 2 kun qildim. Andan keyin oxirida qo'limda yem bor vaqtda shundoq ko'rganinglardek qo'limga chiqadigan bo'ldi. Qo'limga chiqdi, ammo yem yemaydi, yemdan qo'rqib degandek. Shu har kuni 1-2 kun 3-4 kun degandek shundoq sinadim. Keyin bu shatut qo'limdan bir o'ziga bir tahdid yoki xatar kelmaydiganligini his qilib, ya'ni shuni tushunib qo'limdan qo'rqmaydigan bo'ldi. Shunday qilib 2-3 kun o'tgandan keyin asta-asta qo'limga kelib, qo'limdandagi yemlarni yeyishga boshladi. Ve men bu vaqtda qo'limga shatutlarning yaxshi ko'radigan yemlarini qo'yib oldiga uzatdim. Bu yemning ismini turkcha dal darısımı shunday degan. O videoda sal turib rasmini, nemisini ko'rsatib qo'yay qaysi ekanligini. Shu har kuni shundoq oldiga olib shundoq tutaman, lekin shundoq sakrab chiqadi puti bilan. Ondan keyin yeyishga boshlaydi asta-asta. Andan keyin yeb bo'lgandan keyin yeni ketadi, yeni yeydi degandek. Shu mening nisbatan bu shatutni qo'lga o'rgatish oson bo'ldi, chunki mendan burunqi egisi, ya'ni burun boqqan egisi bu shatutni bek qo'rqitib o'tgan o'xshaydi. Yoki uyda mushuk ya it bo'lgan bo'lsa, bu qush bek qo'rqib ketgan. Hem insondan hem hayvondan.
Şuna pek asan qo'lga kelmaydigan, chunki uning ustiga bu 7 oylik ekan to'q mana vaqtda. Menga bergan vaqtda 7 oylik ekan. Agar sizlarmi shunday shatut beqibmoqchi bo'lsanglar, 1 oylik, 2 oylik kichik shatutlarni do'konlardan setib olsanglar bo'ldi. 1-2 oylik shatutlarni qo'lga keltirmek ve insonga alıştırmak texmi asan. Ama bundak 7-8 aylık yoki 1-2 yoshlik shatutları qo'lga alıştırmak tezken, çünkü yetişkin bo'lgandan keyin jiq narsalarni bildi ve qo'lga asan ko'nmaydi. Ama 1-2 aylıklar kichik bo'lg'achqa qo'lda manchi qo'rqmaydi ve asan ko'nib ketadigan qo'lga. Bunun ustiga ko'rganlaridek spinat, yani spanak shatutlar shundoq yeşilliklarni yeyishni yaxshi ko'rdi. Ko'rganlaridek tutomatdan ko'tadi shundoq yeb. Alma bo'lsin, yeşilliklar, sebze, spinat, tarhamak degandek narsalarni bo'lib yurgan. Shunday narsalarni yaxshi ko'rib yeydi. Mana ko'rganlaridek nurg'un kunlarning mashq qilishlarning sabrining oqisida shunda qo'limga chiqadigan bo'ldi, qo'limdan yemaydigan bo'ldi. Mendan qo'rqmaydigan bo'lib, shundoq yaqin tutsammi yoki qo'limni uzatsam qo'rqmaydi. Har qanday vaqtda qo'limni uzatsam chiqadi, yana tushadi degandek. Shundoq qilib xili menga ko'nib qoldi, ya'ni 1-2 hafta ketdi deyman shundoq ko'nib ketishga. 2 hafta ketdi taxminan. Ondan keyin bizning qushni, qog'inni shundoq aldab yurib, qafasning teshigiga chiqishga ko'ngazdim. Buni qanday qildim desanglar, qo'limni qafasning ichiga kiygizib, qo'limning ustiga chiqqandan keyin shatut, andan keyin buni aldab yurib, ostan qafasning teshiga chiqardim. Buni nima ish qildim deganda, qush qog'in teshida, qafasning teshida ko'nsin ve azroq uçsun, normal tabiatdagi hayoti o'xshash qafasning teshida o'ynasin, uchsin deb shundoq qilib qush qo'limga o'rganib qoldi. Uning ustiga qafasni og'zini ochganda o'zi teshib chiqib uçup, ondan keyin aylanib qaytib kelib qafasning ichiga kirib shunday qilib ko'nib qoldi. Ko'rganlaridek shunday qilib qog'in bizning shatut qo'lga ko'nib qoldi. Qo'lda yemaydigan bo'lib, qo'lda yem yeyishni yaxshi ko'radigan bo'lib qoldi. İnsanlardan qo'rqmaydigan ve qafasga kirib chiqadigan bemalol
Aşınday qilib bu qushni shu qo'lga ko'ndiradigan qilib qo'ydim. Ba'zi vaqtlarda yemni mo'ramdagi vaqtda beraman. Mo'ramga chiqdim shundoq. Ondan keyin salatalik, yem, bu deganlarni mo'ramda beraman. Mo'ramga ko'nib qoldim shundoq.
Gel. Gel. Kavun. Kavun. Kavuncuk. Kavun. Kavun. Çıkar. Çıkar. Çıkar.